Aynan praktika holati uchun biz usta amaki loyihasini tanladik. Usta amaki Jomiy bozorida qurilish mollari do'koni bo'lib, o'ziga Odoo ERP o'rnatib, bir nechta ishlarni amalga oshirmoqchi. Avvalambor Odoo.com saytiga kirib olganingizdan keyin hozircha siz bittagina modulni tanlab, keyingi knopkani bosib, o'z ma'lumotlaringizni to'ldirib, xo'sh, bizda usta amaki boshlash knopkasini bosganingizda sizda baza ochilgandan keyin sizda taxminan mana shunday ko'rinish paydo bo'ladi. Agar hozir usta amakimizning minglab sotadigan mahsulotlari bo'lsa, kategoriyalari bo'lsa, mijozlari bo'lsa, albatta uni yangi tizimga birlamchi ko'chirib berishni bajarish sizning bo'yningizda. Mahsulotlarni kirgizishda avvalambor nima kirgizish kerak bilasizlarmi? Mahsulotlarni kategoriyasi.